Assalomu alaykum kanalim obunachilari. Videoni oxirigacha kuzatib boring, like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Toshkentdagi xususiy klinikada reklama evaziga liposaksiya qildirgan bloger Komila Abduqodirovada operatsiyadan so'ng nekroz yuzaga keldi. Instagramda kokosh taxallusi bilan vaynlar suratga oladigan 33 yoshli bloger Komila Abduqodirova Toshkentdagi xususiy klinikada liposaksiya va abdominoplastika amaliyotlarini boshdan kechirganidan so'ng operatsiyada asoratlari bilan kurashmoqda. Men 3-mart kuni abdominoplastika va liposaksiya operatsiyalarini qildirgandim. Shu bilan 25 kundan buyon yotibman. Operatsiyaning ertasi kuni qornimdagi qora dog'ni ko'rib, shifokordan "Bu nima?" deb so'rasam, gematoma deb javob berishdi. Ya'ni qon talash bo'lib qolgan, ketadi deyishdi. Shu oradan 25 kun o'tdi, lekin qora dog' ketmadi. Shundan so'ng xavotirlanib, boshqa doktorlarga murojaat qildim. Ular esa "Bu nekroz, zudlik bilan qarating" deyishdi. Keyin men bularga aytib, janjal qilganimdan so'ng e'tibor qaratishdi. "Qora joyini olib tashlanglar" dedim. U narsa olib tashlaganidan keyin hozir qornim ochilib yotibdi. Meni apparatga ulab qo'yishgan. Sizlardan iltimosim, bu klinikaga umuman kelmanglar. Meni operatsiya qilgan bola 2002-yilda tug'ilgan, hujjati ham yo'q ekan. U hali talaba. Operatsiya xonasiga umuman kirishi mumkin emas ekan. Qo'pol qilib aytganda, ular qassoblik qilishdi. Bu klinikaga qo'lingizni bog'latish uchun ham kelmang, deydi Komila Abduqodirova. Men Medkonsultant xususiy klinikasi tomonidan berilgan ma'lumotnomada Komila Abduqodirovaga qorin teri osti yog' qavatini naychalash, liposaksiya, abdominoplastika amaliyoti bepul o'tkazilgani qayd etilgan. Amaliyotdan keyingi davolanish jarayonida bemorga berilgan tavsiyalarga ko'chaga chiqmaslik, mashina haydamaslik, energetik ichimliklar ichmaslik, rioya qilmaslik oqibatida jarohat sohasida yallig'lanish va terida taxminan 5-6 santimetrli to'qima nekrozi yuzaga keldi. Shundan so'ng bemorga amaliyotdan keyingi nekroz to'qimalarini olib tashlash va yaraga manfiy bosimni davolash tizimi qo'yildi, deyiladi ma'lumotnomada. Komila Abduqodirovaning yaqinlari uni Turkiyaga olib ketib, o'sha yerda davolatish choralari ko'rilayotganini aytmoqda. Kokosh Instagramdagi 445 ming obunachiga ega. U asosan kulgili vaynlar suratga oladi. 2024-yilning dekabr oyida xuddi shunday amaliyotni boshdan kechirgan aktrisa Halima Ibragimova teri bitmasligi oqibatida vafot etgan.